Алло, здравствуйте. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bu Maftuna Ibragimovami? Ha? O'zir bezovta qilmadikmi biz sizni O'zbekiston havo yo'llaridan bezovta qilyapmiz. Ha? Yo'q, bezovta qilmadingiz. Sizga срочно ertaga bilet kelgan Moskvadan. To'g'ri bo'ling. Onlayndan bilet kelgan, ertaga uchishingiz kerak. Nimaga men uchaman onlayndan biletga? Sizni opingiz bormi Moskvada? Ha, opam bor. Срочно bilet jo'natishgan bizga, горячий tur qilib, o'shanga ertaga uchishingiz kerak срочно bolalaringiz bilan. Bolalarım pasporti yo'q. Nima deysiz? Qanday kelgan u bilet? Bizga hozir kelgan, bizda aeroportda turibdi u bilet, issiq bo'lib, siz bolalaringizga issiq paypoq, jun paypoq, o'zingizga kolgotkalarni kiyib, срочно aeroport kelishingiz kerak Toshkentga. Ha. Ertaga soat 8 da uchadi, 8 da. Prikol qilasiz shekilda, men ertaga iftor qilardim. Maftuna Ibragimova, sizga kelgan. Siz срочно ertaga uchmasangiz bo'lmaydi, iftorlikni samolyotda qilib berasiz hammaga. Nasib, agar kim bo'lsa. Yo'q, bu hozir emas, мы просто вам звонили, чтобы ваши Xulkar opa sizga bilet jo'natganlar, Xulkar opa. Katta tog'origa nonim, bo'g'irsoq, sumali, nisholdalarni olib samolyotga olib chiqasiz va samolyotdagi hammani og'ziga bitta xurmo tiqasiz. O'zbekiston havo yo'llari ertaga soat 20:00 dan soat 7:30 da registratsiya boshlanadi. Maftuna Ibragimova, agar kunini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, 2294 raqamiga telefon qilib kunini o'zgartirsangiz bo'ladi. Bormasam kuyib ketardim biletim. Yo'q, kuymaydi. Uni kunini o'zgartirsangiz bo'ladi, boshqa kunga ko'chirsangiz bo'ladi. Prosta eng arzon bilet bo'lgani uchun bizda shunaqa горячий turlar bo'ladi. Kunini belgilab, sizni chaqirmoqchi bo'lishgan va bilet jo'natishgan sizga onlayn. Nechta farzandingiz bor? 4 ta farzandim bor. Hali xo'janim ham ertalab ketadi-da. Qarang, 4 ta farzandingiz bo'lsa, ularni katta bitta sumkaga solib turib, skoshlab tepasiga ikkita shlanka chiqarib qo'yasiz, ular bagajda ketaveradi. Yo'q, ular katta pasporti bor. Pasportlari bormi? Demak, O'zbekiston havo yo'llari hamda Xulkar opangiz nomidan bo'ldi. Tug'ilgan kuningizmi bugun sizni? Ha. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Ertaga soat 8 da iftorlikdagi hamma xotinlarni yig'ib aeroportga kelinglar. Liboy bitta samolyotda oyog'iga osilib olib Moskvaga uchasizlar. Mayli, rahmat. Tug'ilgan kuningiz bilan mana opachingiz nomidan bo'ldi, Xulkarxonni nomidan. Ha, rahmat. Opamga ham salom ayting. Hop, Maftuna opa, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xolmay, Maftuna opa, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Ibragimova Maftuna opa, siz-a? Ha, men. Men lyotchikman, samolyot haydovchisiman. O'shanga ertagisidan uylarni oldidan olib ketmoqchi edim. Qayerga to'xtaylik? Shiringami? Shirin mahallasiga. Bo'ldi, bo'lmasam Shirin mahallasiga to'xtaymiz. Hamma ko'rpa-to'shak, tog'ora-pog'orlarni olib chiqib turasizlar. Samolyotda. Yo, yerda borolmayman, mayli o'zgartiring. Nimaga? Boshqa kunga. Bo'ldi, bo'lmasam menga lakaz tashlab qo'yasizlar yoki-da mahalliylarga yoki-da stadionga yoki-da Shirinni boshiga samolyotda to'xtab kutib turaman. Butun qarindosh urug'ingiz bilan Moskvaga uchasiz. Xulkarxon to'laydi hammasini pulini. Mayli. Bo'pti, opajon, tug'ilgan kuningiz bilan. Rahmat. Bo'pti, charchamanglar, xo'p. Mayli. Xo'p. O'sha biletga? Opangizni olib keltiraylikmi? Ha. Bo'lmasa hozir telefon qilib aloqaga chiqib ko'ramiz. Agar opangiz kela olsalar, opangizni ham olib kelamiz, xudo xolasa. Ha, endi men kishi sarson qilyapman, men o'zi kelsa iftorga kelib ketardi. Bir tariqada. Bo'ldi, aloqaga chiqamiz. Yana bir bor tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Iloyim umringiz bo'lsin, Maftunaxon. Mayli, rahmat. Hop, iftorlar yaxshi o'tkazib olinglar, hop. Xo'p, kelinglar.
Xo'p. Rahmat. Xo'p.